شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, bizning bugun o'qimoqchi o'qinimiz Sura Baqaraning 207-oyatidan boshlab o'qiymiz. Allah subhanahu va taolo ilgirki oyatlarda kishilarning ichidagi bir turlik ichi va teshi o'xshamaydigan kishilarni bayon qilish orqali mu'minlarni zirak bo'lishga, ishlarning orq ko'rinishiningki qaysi shaklda ketayotganligiga diqqat qilishga, sirtqi ko'rinish eg'izdan chiqqan gapga ishonmaslikka alohida eskartayotganligini o'qib o'tgan bo'lsak, bugungi oyat karimimizda, ya'ni 207-oyatda yana bir türlük ilgirki oyatdagi bayon qilingan kishilarning tam aksi bo'lgan ichi va teshi o'xshash bo'lgan o'zining butun vujudini, butun hayotini din uchun, Allohning rizoligi uchun bag'ishlagan kishilarning turini bayon qilib da'vatud astag'firullah. Va minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi vallohu raufun bil ibad. Kishilarning ichida shunda bir kishilar borki, bir nuqtaga diqqat qilinglar, hammasi emas. Bunda kishilar ko'p bo'lmaydi. Kishilarning ichida shunda bir kishilar borki, o'zini Allohning roziligi uchun ataydi. Allah o'zining bandalariga intayin mehribon. Endi men tarjima qilgan vaqtda o'zini Allohning rizoligi uchun ataydi deb tarjima qildim. Ama Arabcha qurilmadan so'zma-so'z kelgan vaqtimizda Allah subhanahu va taolo bu oyatda yashri degan bir fe'lni ishlatdi. Arab tilida yashri degan fe'l ikki xil ma'noda qo'llaniladi. Arab tilidagi ma'nosini aytgan vaqtda ikki xil ma'noni qo'llaniladi. Birisi satti degan ma'nosi bor. Ya'ni o'zini mol sifatida ba'di qarshiliqida uning mukofotini oldi degan ma'noni o'z ichiga oladi. Ikkinchi xil ma'nosi o'zini setib oldi qarshiligida ma'lum narsalarni berib degan ma'noni o'z ichiga oladi. Ikki xil ma'noda turib tushunamiz oyatni. Endi birinchi xil ma'noda satti amaliyotda arab tilininki so'z qomuslarini aqtarsak, shara yashri degan fe'l, mush oyatda qo'llanilgan bu fe'l satti degan ma'nosimi bor, setvoldi degan ma'nosimi bor. Endi sattining maxsus ayrim fe'lisi arab tilida ba'a degan bir fe'l va setvoldining maxsus ayrim fe'lisi ishtara ma'no shaklidagi bir so'z bor. Endi shara sattinimi o'z ichiga oladi, setvoldinimi o'z ichiga oladi. Biz avval birdan kelamiz. Bu fe'lning satti ma'nosini olgan vaqtimizda oyatni qanday tarjima qilamiz? Kishilarning ichidan shunda bir turli kishilar borki, o'zini jannat badaliga satgan kishilar bor. Ya'ni o'zini butunlay bag'ishlab, o'zini birvitib, buning qarshiligida jannatni olgan kishilar bor deymiz. Ondan keyin bu satgan ma'nodagi ma'no. Endi setib olgan ma'noda qanday tushunamiz desa, butun narsani birib, shuning qarshiligida o'zini ap qoldi, ya'ni o'zining iymonini saqlab qoldi. Dunyodagi o'zining iymonidan boshqa hamma narsani qurbonlik qilib,
Bayatını satı degan vaqtda, so'd satiqni o'ylanglar. Satqan vaqtida shu narsani bir o'tdi boshqalarga. Ya'ni u vaqtida biz ma'noni o'zini bu din yo'lida bir marta deb tarjima qildikmi? Setib olgan vaqtda ep qoladi. Ya'ni o'zining iymonini saqlab qilib, mushuni saqlab qolishning badalida hamma narsani beradi. Bu vaqtda setib oldi degan ma'no oladi. Shunga men bu ikki ma'noni o'rtoqlashtirgan shaklda oyatni tarjima qilgan vaqtda pido qildi degan shaklda tarjima qildim. Chunki inson o'zini butunlay bu yo'lga bag'ishlab jannat badalida buni pido qilgan bo'ladi. Hamma narsani birib o'zini saqlab qolgan, o'zining iymoniy holatini saqlab qolganimi ham pido qilgan bo'ladi. Bu oyatning mushu Qur'on maqtagan bir bilik kishilar, ya'ni madhilayotgan bir bilik kishilarning islom tarixida, sahobalar tarixida misolini izlasak, ikkili ma'noga to'g'ri keladigan misollar intayin ko'p. Ikkili ma'noga to'g'ri keladigan misollar intayin ko'p. Makkada Abu Yahya, ya'ni Suhayb ibn Sinan ar-Rumi ismli birisi vardı. Bu asli Arab emas, sirtdan kelib o'tiraqlashib qolgan bir inson. Yaşı çoğandı bu. Müslüman bulup hicret qilmoqchi bo'lgan vaqtida kuparlar bunun dedi ki sen Mekke'ge namrat halatda kelib biz seni başpana olup sana başpana olup panahimizga aldık seni. Bugün günde sen nurgun pullan deyip beydan emdi. Emdi sen muşu bayla qıldan hemmini ep ketmekçi mi o degan vaqtida bu kishi ularga dedi ki eğer maqsadinglar pul melim bo'lib qoldiga qolsa pul melimni bəsəm meni qo'yib o'tamizlar. Ya'ni safar qilib qo'yamizlar. Degan vaqtda tabiiy bo'ladi dedi. Ana o'zi menga Madinaga 5 yetküçülük, uzuq tülük narsalarga yetarlik bir narsa biringlar. O'zimga yetarlik bir narsa biringlar, qolgan hammasini olsin. Tamam. Shuna qilib o'zining mol mulk, masalan, yiqqan to'plagan hammalarini birish badaliga o'zini saqlab qoldi. O'zining iymoniy holatini saqlab qoldi. Madinaga borgandan keyin bu kishi Abu Bakr Umar radhiyallohu anhuga uchrashib ahvolni degandan keyin Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhu ey Abu Yahya bu savdo intayin ustuqliq savdo bo'libdi deb buni savdo degan shaklda qanaqa qilgan tasvirlagan. Shu vaqtida Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhu bu kishiga shuna deganki Rasululloh bizga deydi. Rasululloh bizga sening gapingni deb bo'lgandi sen kelishdan ilgari. Jibril alayhisalom sening voqealigingni Rasulullohga degan. Ya'ni Rasululloh deganki mushuk kishi kelgandan keyin mushuk kishiga ey Abu Yahya bu savdo intayin utuqliq bir natija qozongan savdo bo'libdi. Ya'ni o'zini mol dunyosining badliga tekishgan bo'ldi. O'zini af qilib mol dunyosini bergan bo'ldi. Endi biz bu voqealikka qarata, bu qissaga qarata oyatni sog'an vaqtimizda oyatninki bir ma'nosiga to'g'ri keladi. Ya'ni sharo degan fe'lni setovaldi degan ma'noda tarjima qildik ya, shunda tushundik. Shuningga uyg'un keladi. Ya'ni bu kishi Abu Yahya o'zini saqlab qilish badaliga, ya'ni o'zining iymoniy holatini, butun mol-mulklarini birib qana qilib oldi, setib oldi. Endi yana bir ma'no, satdi degan ma'nog'imi yana bir qismimiz va islom tariximizda. Yani Badr g'azotida, bilmanglar bilasizlar, Badr g'azoti islomdagi tunji g'azot. Qurayshning cho'ng-cho'nglari musulmonlarni bu tunji qatimdan yo'qitib o'tish umidida o'tirib chiqqan bu jangda. Ammo musulmonlar mushu Qurayshning chiqqan katta boshlarining ba'sini o'ltirib, ba'sini asra olgan. O'ltirilganlarning ichida Qurayshning cho'nglaridan birisi Uqbat ibn Haris deb birisi bo'tdi. Buni Hubayb ibn Adi al-Ansari radhiyallohu anhu o'ltirgan jangda. Shundan keyin bunda bir ish bo'lgan, bir qism qabilalar hilmi-kir ishlatib Rasulullohning qashiga odam avatib, "Ya Rasululloh, biz musulmon bo'ldik. Bizning qashimizga bizga bir islomni o'rgatish uchun bir kishilarni avasla." degan vaqt Rasululloh bilan qashiga 10 sahobini bularga Qur'on, dinni o'rgatishni avatdi. Bu dinsizlar, bu kuparlar, bu 10 tür adamni yo'lning o'tirib olganda aldab,
öldürüp etken. Bunun için fakat Hubayb ibn Adi yeni bir sahabe esirge düşkenden keyin esir ağalla Hubaybning Bedir urushida aş Qurayshning cho'nglardan bo'lgan Abu Uqbatul Harisning qatil ekanligini, shuni o'ltirganligini bilib, bular satgan. So'ngan bular buni setib olib, egiz yog'ochqa bog'lab qo'yib, xuddi kirsini mixlagandek, mixlab qo'yib, buni shu yerdan o'lgan qadar tushirmagan bir ahvol bor. Buning oldida nurg'un hikoya va buning munosabatlik Hubaybning bu o'ltirilishdan ilgari namoz o'qishni talab qilganligi, kirgan namoz o'qib olganligi, sizlar o'limdan qo'rqdim sanglar, men namozimni texim uzun qildim deganligi, anikin Abu Uqbaning qizininki hech qanday yerda uzum tepilmaydigan vaqtda Hubaybning uzum yeyotgan ko'rinishi asr vaqtida. Nurg'un vaqalik va anikin Rasululloh bir necha sahabini avatkizib Hubaybning o'lik holatini o'simi qutqizib olganligi qatorliq bir bilik vaqalik va endi biz mushu vaqaliklarni biz nimaga solamiz desa, bugungi oyatimizdagi o'zini sotgan, ya'ni jannat qarshiligida o'zi pido qilganlarning misoli ustida akilalaymiz. Demak, endi oyat shunda bir güzel şekilde keltirildi ki Allah'ın sözü oğaçqa ahil ma'noni o'z ichiga oladigan, mahil ma'noni o'z ichiga oladigan şekilde tuzildi oyat. Allah subhanahu va taolo bu normaldagi Qur'onning ma'no mo'jizalik taraflarining birisi deb qato qilinadi, ya'ni fasohat, balog'at babida. Ya'ni shara degan fil, satti degan ma'no va setvoldi degan ikki ma'noni o'z ichiga oladigan fil arab tilida. Mushu oyatda mushu fil qo'llandi, bir xulosalab aytsam. Ikkili xil ma'no. Normalda bu ma'no bir-biriga tam qarshi ma'no. Sassa biridi, asa topshirib oladi. Ammo ma oyatda o'zini islom uchun bir ish to'g'ri kelsa biradigan, butun narsadan ayrilish badaliga o'zini saqlab qoladigan ikki xil holatga o'rtaq uyg'un keladigan bir holatda mu'minlarning ichidagi din uchun o'zini pido qiladigan pidokorlar ma oyatda go'zal shaklda tasvirlandi. Bu yerdan kelsak ham oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo vallohu raufum bil ibad. Vallohu raufum bil ibad. Alloh bandalariga mehribon degani. Bu yerda bir inchki nuqtadan birisi bor. Oyatning 5-i men azroq askartib o'tgan kishilarning ichida bir-birlik mashta kishilar bor deb mana shaklda boshlangan. Oyatning oxirida bandalarga mehribon deb mana shaklda oxirlashtirilgan oyatda. Bu bizga shuni bir ishorat, imo qiladi-ki, dinning bu talabi, ya'ni bizning vujudini pidokor qilish talabi ana butun musulmonlarga berilgan talab emas. Bu unda ham mumkin emas. Hamma odam o'zini bu yo'lda pido qilib o'lib ketsa kim qoladi masalan? Ya'ni bu dinninki boshqa sohalarini qiladigan, boshqa sohalarini to'ldiradigan bir bilik odamlar bo'ladi tabii. Masalan, da'vat qiladigan bir bilik odamlar bo'ladi. Ya'ni qab qilish kerak. Ammo shu odamlarning ichidagi eng go'zal, Qur'onda madhilangan, ya'ni ishning eng javhari, mag'izlik, eng yaxshi odamlari dal bu xildagi odamlarda tajalli qiladi. İmandan en yüksek tarafi bu xildagi kishilarda qana qiladi, tajalli qiladi. Bu tarafini biz tushunsak bo'ladi. Ya'ni demakchi o'g'limizki, islom qandaqdir butun musulmonlarning hammani bu shaklda bir ishlarga buyurmaydi. Ya'ni musulmonlar ichida bu qadar yuksak maqomga ega, darajaga ega, bu qadar mustahkam iymonga ega kishilar bo'lishi kerak. Bular eng yuksak maqomdagi oliy maqomli kishilar va undan boshqa kishilar bo'ladiki, dinning da'vat tarafini qiladigan, yana bir tarafini to'liqlaydigan va yana bir tarafini to'liqlaydigan. Chunki hamma yashayotimiz ijtimoiy jamiyatda bir jamiyatning mavjud bo'lib turishi uchun shu jamiyat kishilarining ichidagi to'ruk xarakterli kishilar va oyat tilg'ilniyotgan bu xil shaklda kishilar. Undan boshqa masalalarni epmag'adigan, boshqa taraflarni to'liqlaydigan va boshqa shakldagi kishilarimiz bor. Bu nuqta alohida qanday bo'tadi? İşaret orqali bizga bildirilyotdi. Endi biz ilgirki oyatda 206-oyatda ichi bilan teshi o'xshamaydigan
Musulmonlarni islomni oldirmoqchi bo'lishgan bir kishilar haqida Allohning bizga bergan eskartmasini o'qigandan keyin bugungi 207-oyatda ixlosman bu dinning, bu jamiyatningki asosiy to'ri bo'ladigan bir kishilarning sifatlarini o'qib o'tdik. Ki Allah mani bizga ikki xil turdagi ishni bayon qilib qo'ygandan keyin 208-oyatda nima deydi? Musulmonlarga xitob qilib, islomning qanday bo'lishi haqida bizga ko'rsatib davotidi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa va la tattabi'u khutuwatish-shayton innahu lakum aduwwun mubin. Oyatni izohatiga mingishdan ilgari qisqacha bir tarjima qilsam, ey mu'minlar, sizlar islomga umumyuzlik kiringlar. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar, bu sizlarga oshkora dushman. Endi oyat Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilishdan boshlandi. Ey mu'minlar, biz boshqa darslarimizda buni takror deb o'tdik. Allohningki ey mu'minlar deganning o'zi nima bo'lsa, avval bandining tanlashiga hurmat qilyapti Alloh subhanahu va taolo. Bandilarga ixtiyorlikni qo'ydi, tanlashni qo'ydi. Bandilar Allohga iymon etishni, Allohni sevishni tanladi. Bu yo'lni tanlab bo'lgandan keyin endi kelib Alloh subhanahu va taolo mening yo'limni tanlaganlar. Meni sevganlar, menga ergashganlar, endi mening sizlarga deydigan gapim bor deb o'ziga ergashganlarga xitob qilyapti. Tabiiyki biz avval bu yo'lni tanladik. Allah bizga xitob qildi. Bu yerda bir o'tirda muhabbat masalasi va kuyinish masalasi va undan keyin biz bu xitoblarning hammasiga, bu buyruqlarning hammasiga muhabbat, yaxshi ko'rgan kishisiga xitob qilgan shaklda muomala qilishimiz kerak. Chunki yaxshi ko'rgan kishi o'zining yaxshi ko'rgan kishisiga faqat uni xursand qiladigan, uni xo'sh qiladigan, baxtli qiladigan gapni deydi, unda boshqa gapni demaydi. Yani Allah subhanahu wa ta'alaning bizni bir ishlarga buyrug'ini amaliyotda bizga bo'lgan marhamati, ne'mati, bizga bo'lgan xushallik. Endi Allah subhanahu wa ta'ala bu oyat karimida ya ayyuhallazina amanu ey mu'minlar, sizlar islomga umumiyuzlik kiringlar. İslamga umumiyuzlik. Ma ishlatgan qurilmasi normalda biz arab tilida fi deymiz. Bir narsaning ichiga kirib ketganini arab tilida mushun bilan ifodalaydi. Ya'ni ifodalayotgani nima desa, islom sizning butun vujudingizga aylansinki, atrofingni tam qo'rishgan. Islomga yaqinlashinglar emas, bir tarafiga emas, tam o'tirga, tut atrof. Adati fi, masalan, arabchadan bir misol keltirsam, arabcha biladigan qarindoshimiz buni tushunishi mumkin. Ana fil bayt degan mushu misolda men uyning ichida degan bo'ladi. Ya'ni sirti ko'rinmagudek yerida uyninki sirtdan qarasa. Bu nima desa, mushu oyatda mu fisilmi deb fi ma shaklda ifodalanishi, ya'ni islom tut atrofini to'liq qo'rishisi. Ya'ni siz islomga to'liq bir shaklda kiringlar, vujudingizdan kiringlar, butunlay kiringlar degandek bir ifodalayotdi. Bunun misalları eğer Arap dili noktasından kelsak, intayin köp. Tabii ki Arap dili biladigan qarindoshimiz buni menga tushunib bo'ldi, ammo yani shuni, yana texmi bir oddiylashtırsak texmi. İslam sizning har tarafini qo'rishsin degan bo'ladi. Texmi oddiylashtırgan vaqtimizda. Yani islom bilan yashanglar degan bo'ladi. Endi ikinci ma'noga kelsak, islom degan so'zni ma oyat karimada silmi degan so'z bilan ifodalanadi. Men islom deb tushuntiryapman sizlarga, ammo oyatda as-silm, al-islom degan so'z bilan emas, silmi degan so'z bilan ifodalanadi. Chunki silmiga kelsak, arab tilida ahang jihatsal farqlansa-mu söz o'xshash so'zlardan silmi, salmi, salam deydigan bir necha turlik ahangdagi bir necha turlik o'qilishdagi so'z bor. Buning hammasining ma'nosi islom degan bo'ladi. Lug'at ma'nosi, ya'ni so'zning asli ma'nosi tinchlik, moslashish, mas qadamda mingish degan bo'ladi. Bu haqda to'qinishning qarshisidagi bir uqum. Endi Allah mu'minlarni mushit moslashishga chaqiryapti. Buni biz islom deb tushundim. Yani islom shu ma'noda bo'ladi. Bu nima bilan moslashish desa, sen o'zingga munosabatli taraflar bilan bo'lgan to'qinishni tugat. Dediki qo'mishu. Sen bu zaminda yashayotsa,
Zemin senin ma'lum şekilde yaşayışın için muvaffak lahiyelenip şu şekilde boysundurilgan. Zeminning hareketi, umumiy prinsip, qoidalar şu. Sen bunu bilan to'qinishma. Zeminning davom qilish prinsipiga boysunki mas qadamda mang. Chunki zemin Allohning buyrug'i bilan insonning ma'lum manhaj, ma'lum yo'l, ma'lum fikrda mengish uchun lahiyelangan bo'lg'achqa, sen shu yo'lda mangsang, zemin bilan mas qadamda manggan bo'lasan. Bu sana mı foydali ve zeminning umumiy harakatimi, hayotning umumiy harakatiga ham mas keladi. Allah bilan mas qadamda mang. Mas qadam degani Allah seni ma'lum shaklda yashashni deb yaratdi. Sen shu shaklda yasha. Allah bilan fissilmi bo'lgan bo'lasan. Ya'ni mas shaklda Allohning diginini uyg'unlagan shaklda yashagan bo'lsa, atrofingdagi kishilar bilan mas shakldagi yasha. Chunki insonlarning hammasining programmasi zeminda ma'lum shaklda yashashga yaratilgan. Ular boshqa programmada, sen boshqa programmada, ular boshqa yo'lda, sen boshqa yo'lda mangma. Ve üzerine bilen muhem mas kademdi yaşa. Çünkü insanın asli karakteri, asli vücudu, asli yaratılış programısı ma'lum bir prinsipga mas şekilde lahiyelengen. Sen bu prinsipten çıkıp ketsen hatta üzerine bilen zıt şekilde yaşayan burası dünyada. Allah bizni bu xil şekilde mas halette yaşaşqa, tinchlik bilan yaşaşqa, to'qinishmaslikqa. Yani biz yaşayotgan dünya bilan to'qinishmaslikqa, ta'tir yaşamaslikqa, atrofimizdagi kishilar bilan ta'tir yaşamaslikqa, Allohga to'qinishmaslikqa, hatta eng oxirida kelib o'zimizga zid shaklda bir hayot yaşamasligimizni Alloh subhanahu va taolo qanaqatyapti bizga chaqiryapti. Ya'ni sen Alloh subhanahu va taoloni bir iloh deb ishonding. Unda o'g'andan keyin ishongan ekansa, buni bilan mas shaklda ta'limotlarini uyg'unlab yashashing kerak. Osmon, zemin, bütün hayot sen için lahilendi, senin ma'lum şekilde yaşayışın için lahilendi. Şu şekilde yaşasan, bulağa maslashgan bo'lsa. Hergiz mahiyat, sen her qancha yoldan chiqib ketsan, sana mas şekilde mahiyat bildi yoldan chiqmaydi. Fakat sana xizmat qilish uchun lahilangan bo'lg'achqa, shu şekilde xizmat qiladi. Sen boshqa şekilde yaşasan, ma'ning xizmati bilan sening yasham uslub zid keladi. Masala chiqadi o'tirdan da'vatida. Yani insan Müslüman Allah'a itaat qilib, Allah belgilagan şekilde, Allah belgilagan o'y fikr bilan, Allah belgilagan prinsip bilan yashagan vaqtida atrofidagi hayotdagi hamma narsa unga shunchalik tez moslashib, qulaylik qilishidiki, o hech qanday bir narsaga qarshi shaklga kelib qolmaydi. Chunki atrofdagi mavjudiyatning hammasi shunga mos shaklda yaratilgan, mos shaklda bo'ysundirilgan, ular shu shaklda Allohga ibodat qilib, ma bandi uchun qana qiladi, xizmat qiladi. Şu vaqtida inson atrofidagilar bilan hayot bilan moslashib yashagan bo'ladi, hatto o'zi bilan moslashib yashagan bo'ladi. O'zi bilan moslashib yashagan bo'ladi. O'zi bilan moslashib yashash degani insonga Alloh subhanahu va taolo nurg'un badan a'zolarini yaratdi. Xuddi bir xo'jayinga bir muncha xizmatchi bo'lgandek. Insonga bir ixtiyorlik berilgan maxluq, ixtiyorlik berilgan muddatda bu xizmatchilar, bir xo'jayinning xizmatchilariga o'xshash, bu qo'l, ko'z, ko'z, hamma narsa biz nim desak shunga bo'ysunib mangadi. Irodamiz bo'yicha so'zlaydi, irodamiz bo'yicha qaraydi, irodamiz bo'yicha anglaydigan narsani anglaydi, manga degaga manga tut deganini tutadi. Ammo kun keladi. O xo'jayinning huquqidan ap ketilib, huquq jarayonida qilgan atganlaridan savol so'roqqa tortiladigan bir kun keladi insonningki. Shu kun ustida bütün xizmatchilar o'zining qilgan ishlarining hammasini xo'jayinga atadi. Bizni buyruqda qildik. Bizning vazifamiz xo'jayinga qanday qilishni itoat qilishdi. Bizni uni qildida qildik, buni qildida qildik. Meni unda qilg'im yo'qdi. Xo'jayinga men bo'ysunishga buyurilgan bo'lg'achqa bo'ysunyapman deb bizning put qo'llarimizning hammasi qiyomat kunisi bizga qarshi guvohlik qiladi. Chunki hozir bizga bo'ysundirilib, nega cho'risak shu yerga mangadi, nega bursak shu yerga qaraydi, nima desak shuni so'zlagan bilan qiyomat kunisi bizning huquq, ixtiyorlik, masalan, boshqarish huquqimiz tugagan kunisi bularning hammasi bizni noto'g'ri shaklda ishlatganligimizdan qanaqa qiladi, shikoyat qiladi. Chunki bu kunda insonning butun irodasi tugaydi qiyomat kunisi. İnsanın kontrolliğini çıkıdı qiyomat kunisi bu a'zolarning hammasi. Chunki u kundagi bütün huquq, bütün idora kimninki? Limanil mulkul yawm lillahi vahidil qahhar. Allohga oid vaqtda.
O vaqtda insan her narsadan ayrıldı, iradesiz bir halat keldi. Bugünkidek mahayatdikidek bir ixtiyarı qolmaydı o vaqtda. Onunğa boysunduğan azalın hammasi hür, mustaqil bir narsaga aylanadi. Xuddi huquqini tushib ketgan boshliqninki u buyruq nurg'un yomon ishlarga solgan xizmatchilari huquqdan tushib ketgan kunisi, hisob qilingan kunisi bizni shu boshliq qil degan deb uning qarshi nima bergandek, guvohlik bergandek bizning butun a'zolarimiz bizga qarshi guvohlik qildi. Endi Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda nima deydi desa, mu'minlarga xitob qilib turib, dinga umumiyuzlik kiringlar deyapti. Endi biz oyatga qaytadan bir qarasak, oyatning o'zida islomga, fissilmini biz oyatning tinchlik, moslashish deb bo'lgandan keyin islom degan ma'noda tushundirdik. Bunun keyinda kaffe degan bir so'z bor. Umumiyuzlikda tarjima qildim. Umumiyuzlikni oyatdan men tushundirgan ma'no bo'yicha umumiy holatlarimizning hammasida islomga kirish, har tarafda moslashish deb tushundirgan bo'lsak, yana bir ehtimol, oyatning yana bir ehtimol qildigan ma'nosi dinning umumiy taraflarining hammasini tatbiqlaydigan shaklda musulmon bo'lishga bizni chaqirayotgan bo'lish ehtimoli bor. Yani İslam'ni bir bütün elanglar, bir bütün tatbiqlanglar. İslam ma'lum bir asas, ma'lum bir hol, ma'lum bir onun prinsip, qoida, ahkamlari temsil etken bir bütün bir quruluş. Onun yerimini elip, yerimini almaydigan ishni qilmanglar. Asanglar hammani elanglar, bo'lmasa bu yerdan bir masal chiqadi degan ma'noda bo'lishi mumkin. Mesela deyli, ayol oturda bazı ixtiloflar yuz berib, bazı masalalar yuz berib, oxirisida taloq qiladigan darajaga berib qilish ehtimoli bo'ladi ba'zida. Shundan keyin oturdan bir nima chiqadan bu yerdan bir malomatchi yoki ayib izlaydigandan birisi chiqib, shu hamallan islomni ayiblaydi. Ha, islom taloq huquqini er kishiga berib qo'yib, uni er kishi xalqa vaqtida taloq qilib, xalqa vaqtida taloq qilmaydigan yoki taloqini ba'disi berib olmaydigan munda ishiladi. Manda ayiblaydi. Bizning hozir davatgan oyatimiz bilan bu gapning ne aloqasi bor? Biz dedikki islomni muomala qilmoqchi bo'lsang, bir butun muomala qil dedik. Ya'ni bu shu er kishiga taloq huquqini bergan islomni ayblashdan ilgari mushu nikah, mushu oila boshdan tortib islom qoidasiga ko'ra, islom qoidasiga uyg'un qurilganmi yo'qmi? Mana to'g'ri qarash kerak. Ya'ni bir butun deganimiz sen taloq masalasida islomni uyg'unlash yoki islomning prinsipiga eslivelish emas, ashu xotinni, ayolni tanlagan kunusdan tortib islomning butun prinsiplarini uyg'unlasang, undan keyin islomdagi oila tuzumida qaysi haqning kimga oid, qaysi haqning kimga oid bo'ladiganligini shu vaqtda ayira olasiz. Xuddi bunga o'xshash miros masalasimi shu. Miros masalasida aka bilan o'g'ilga 2 hassa, qizga 1 hassa. Nima adolatsizlik deydi. Mush tarafidan tutudi. Biz deymizki, islomni umumiyuzlik tatbiqla. Islomningki mas'uliyat, iqtisodiy mas'uliyatni kimning ustiga ortganligi, kimni iqtisodiy mas'uliyatdan qanaqa qilganligi, afu qilganligi, kimning ustida qanchalik iqtisodiy mas'uliyat bor, kimning ustida qanchalik iqtisodiy mas'uliyat yo'q, kim nima ishlarni qilishga majbur. Boshdan oxir umumiyuzlik qaraganingda islomningki miros taqsimotidimi, hatto ayollarga iqtisodiy yuk yuklangan ba'zi o'rinlarda ayollar erlardan ustun oladi. Ammo erlarga yuklanganda erlar ayollardan ustun oladi. Ikkisiningki mas'uliyati o'xshash o'rinlarda o'xshash oladi. Er ayoldan bir has ortiq oladi, bu mutlaq gap emas. Faqat bir tarafi, uning ayol erdan ortiq oladigan yeri bor, barobar oladigan yeri bor. Demek İslam'a qaragan vaqtında umumiyuzlik qara. Sen bir oilani quradigan vaqtda dastlabdan tortib islomning tatbiqotini yoki ta'limotini uyg'ulamaysa, islom ayol kishi 4 nuqtadan to'y qilinadi masalan. Ba'zilar molni deb ko'zlab, ba'zilar uning yuz obro'yini deb, ba'zilar go'zalligini deb, ba'zilar dinini deb, sen dinni tanla degan nuqtalar o'ylashilmaydi desa to'y qilgan vaqtida. Ondan keyin o 5'den tortib islom ta'limotiga uyg'un oila bo'lmaganligi uchun oxirida masal chiqqan vaqtda, masal chiqqan yeridan tutib olib, ha islom manda qilib oxirida mana natija chiqdi.
deydigan bu şekilde oturga chiqish qat'iy aslo to'g'ri emas. Alloh ma oyati bugun nima deydi? Masalaga umumyuzlik qarash bilan ko'z bilan qara. Yani islomga umumyuzlik kir. Islomning ta'limot ahkomlarini boshdan oxir hammani qana qilgan tutqin da'votidir. Shunga boshqa qanday ishni hisob olmoqchi bo'lsak, cho'qim butun oldikayning hammani islom andizisiga sat turib hisob olishimiz kerak. Başlanmoqchi bo'lgan ishlar butun islom andizisiga selinib turib boshlanishi kerak. Andikan uning har taraflaridan chiqqan natijaga islom ega. Ishning beshini islomning ta'limotiga zid shaklda boshlaysa, yoki ishning umumiy shaklini islomga ta'limotiga zid shaklda uyg'unlaysa, undan keyin chiqqan ba'zi masalalarni ashakiga vaqtda islom nuqtasida turib baho bersa, bu to'g'ri emas. Yoki unda tushunmagan vaqtimizda islomda davom huquq va majburiyat deydigan ikki huquq bor islomningki. Islom qanday narsaga prinsip tug'izsa, huquq majburiyatni tengshaydi. Ammo insonning o'zining xohishi, masalani bir yerga tortidiki, davomli o'zining manfaatiga tortidi. Ya'ni o'zining huquqiga tortidi. Bu nuqtadan o'zining ustiga majburiyat yuklaydigan taraflardan qochadi. Masalani bunday qilma demakchi. Bir narsani, bir qoidani islomning prinsiplaridan birini uyg'ulamoqchi bo'lsang, sening ustingga mas'uliyat va huquq ikkili tarafini teng uyg'unla va boshqalarga teng uyg'unla, bu islomning adolati. Davomga vaqtda sen islomni o'zingning manfaatiga xizmat qiladigan bo'lsa, o'zingning huquqiga erisha vaqtda shariatni dastak qilib, shariatni ko'tarib chiqib, ammo majburiyat babiga kelgan vaqtda uni qo'lingning keyni bilan itasang, bu to'g'ri emas. Ya'ni musulmon islomni cho'qim umumyuzlik ahkomlarining har taraflaridan qanday qilish kerak, elish kerak da'votidir. Demak, agar sen islomni mushtarafli tutsang, islom hamma sahni teng himoya qiladi. Huquqingni beradi va sendan majburiyatni talab qiladi. Bu islomningki umumyuzlik prinsiplarida shakllangan bir ish prinsipi. Unda olmagan agar oyatda deyilgandek, hamma tarafini teng tutmagan vaqtingda shu yerdan masala chiqadi. Dal. Bizda oyatda tilg'ilingan fissilmi degan iboratda tinchlik huquqini o'z ichiga olgan islom ma'nosidir. Agar sen masalani bayatni deganimizdek umumyuzlik hamma tarafidan islom andizdan andiz qilgan vaqtda masalada tinchlik bo'ladi. Maslashish bo'ladi. Ammo insonning o'zining shaxsiy manfaatini asos qilib turib, masalaning o'zining manfaatiga kelgan yerini islomni dastak qilib, o'tirg'i chiqarib ko'tarib, o'zining manfaatiga kelmagan yerda boshqacha qilsa, yoki ishning beshini islomning ta'limotiga mos shaklda qilmay, oyoqqa natijadan bilan yomon natija chiqib qolgan vaqtda undan keyin buni islom ta'limotining natijasidan ko'rib, mana bunday qildi, voy unday qildi, bunday qildi desa, bu dal nereden chiqqan masala desa, fisilmi degan yerdan chiqqan masala. Yani islomda deyki, umumyuzlik uyg'unlar bu sana nisbeten bir silmi oldu, tinchlik oldu, maslashish oldu. Sen etrafındaki kainat, hayat, etrafındaki her bir şahıs hammasi bilan mas qadamda yashagan bo'lsa, unda olmay qolib qolsa shaydan oxirida to'qinish chiqadi. Sen Alloh bilan to'qinishsa, hayot bilan to'qinishsa, etrafındaki kishilar bilan to'qinishsa, eng oxirida o'zang bilan qana qilsa to'qinishsa. Chunki masala xohishga ergishishdan chiqqan masala vaqtiga to'qinish. Hatto o'zing to'qinish vaqtiga kelib qolsa. Sura Mu'minninki 71-oyatda Alloh subhanahu va taolo "Va la ittaba'al haqqu ahwa'ahum" agar haq ularningki xohishiga ergashgan bo'lsa, la fasadatis samawati val ardu va man fihin. Masala dalmishar chiqdi. Osmon, zamin va uning ichidagi hamma narsa buzilish aniqlar. Chunki inson doim o'zining manfaatini asos qilib turib tortadi. Atrofimizdagi koinot, atrofimizdagi hayot, atrofimizda urullashtirilgan prinsiplar ixtiyorsiz shaklda asli Alloh iroda qilgan bir prinsip bo'yicha yashaydigan insonning manfaati uchun qurilgan bo'ladi. Qachon inson bu prinsipni uymay yo'ldan chiqqan amallar atrofidagi hayot qonuniyatidan shu hamon zidlashadi. Shu hamon masal chiqadi.
Dedik ki insan davamlıq başqalarının özüge əgəşkisi buluşunu xalaydı insanların xarakteride. Payda mənfəətinin özünün elişini xalaydı. Bir insan onda oğayken ikinci bir insan şunda o onu xalaydı, bu bunu xalaydı. Mən başqalar bana əgəşsi iken deyimə, mənim prinsipimə uyğunlusu iken deyimə, bu işin asası mənfəəti bana olsun iken deyimə, ikinci bir insan aynı şekilde oylaydı. Yani bir tokunuş çıkıyor. Başqa məsələnin nə qabıb taqaymız ise, o insan, mən mi insan, onundan bağ xahiş, məndən bağ, işgölənin həvəsi oxşaş, qızıqışları, hirsi oxşaş, işgöl öylən özümüzün mənfəətini asas qılımız, təbii ki, deyədə həvəstin xali, özünün mənfəət olmağın bir zat, bizdən yuqur bir köç, bizge prinsip belgeleş gerek. An biz şununla işinişimiz gerek, şu prinsipin bağlılığa ve şununla qana qilishimiz gerek, əgişimiz gerek, bir şeyde oturumuzu tokunuş tügeydi. A insan bilen menin oturumu tokunuş tügeydi, hatta üzem bilen üzemin oturumu tokunuş tügeydi. Mana bu ayet tilgalanğan fissilmi degenin ifadesi. Çünkü dünyada qarab baktık, yaşavatımız, kuravatımız, mesela kapitalizmçılar, kanun çıkarsa bir devlet hukumuna etkan vakitte, özünün kapitalizm menfaatini asas qilib turib chiqaradi. Onunğa ait olmagan kişiler nima qo'shiraydi? Tabii ziyan qo'shiraydi. Sosyalizmçılar özünün devletlerinde kanun çıkargan vaqtida özünün şu menfaatini asas qilib turib kanun chiqaradi. Bular yana bir narsaga qarshi keladi. Unda emaslarga qarshi keladi. Ammo kanun chiqarguvchi u mu emas, bu mu emas. Yani özünün menfaati olmagan bir zat olgan vaqtida, bu Allah oludu. Vaqtda hech kimning menfaati yana bir tarafiga qarshi zid kelmaydi, o'tirdan to'qinish chiqmaydi. Mana bu oyat karimedagi silmi degan iboratni ishlatib turib, bu tinchlikqa, bu islomga umumyuzlik kiringlar deganning ma'nosi. Hamda yana bir ma'no chiqadi bu yerdan, yana bir hukm bor. Umumyuzlik kiringlar silmaga degan iborat ishlatdi. Hammanglar kiringlar bu silmagan islomga tinchlikqa dedi. Bu yerdan chiqadigan bir ma'no, bir odam musulmon bo'lib islomga kirib, islom ta'limoti, islom axloqini o'ziga hayotiga tatbiqlagan vaqtida bu odamdan boshqalar ziyon kelmaydi. Men bir musulmon bo'lish sifatim bilan islomning axloqini o'zimga tatbiqlayman degan bir inson bo'lish sifatim bilan boshqalarning mol-mulkiga ko'z qiribni solmayman. Başqalarının izzat obro'yiga, mahremiyatiga ko'z qiribni solmayman. Başqalarının maddi ve ma'naviy haq huquqiga ko'z qiribni solmayman. Başqalar mening zararimdan amin bo'ladi. Bu mening musulmon bo'lganligimningki boshqalarga bo'lgan foydasi. Ya'ni men musulmon bo'ldim, boshqalar mush tufaylidan mendan salomat qoldi. Tinch bir muhitga erishdi menga nisbatan endi. Endi o musulmon bo'lmoqchi. Musulmon bo'lmagandan onda haq huquq qarshi olmaydi. Musulmon bo'lmag'achqa mening mahremiyatim, izzat obro'yim uning parvoyidan o'tmaydi. Parvoyiga kelmaydi yani. Mening mol-mulkim agar fursat topsa, jamiyatning ma'lum qoidasi, qonunlaridan agar qo'rqmasa, uning oldida davom qachon ilvosi bo'ladigan bir narsaga aylanadi. Yani bu yerda bir nuqta chiqdi. Bir jamiyatda men musulmon bo'lib, yana birisi musulmon bo'lmasa, men musulmon bo'lganlik sifatim bilan boshqalarga ziyon solmay, u mendan xotirjam bo'lgan bilan, u musulmon bo'lmaganlik uchun men undan xotirjam bo'laman. Yani bu yerdagi oyatdagi umumiyuzlik bu tinchlikqa kiringlar deganning ifodasi shuki, jamiyatdagi bir-birlik odamlar musulmon bo'lib, bir-birlik odamlar nima bo'lmasa, musulmon bo'lmasa, yana bu yerda tinchlik olmaydi. Bu yerda bir maslish olmaydi. Chunki musulmonlarning musulmon islomiy axloq bilan axloqlanganligi, yashaganligining ahamiyatini musulmon bo'lmaganlar ko'radi, ammo musulmon bo'lmaganlarning zararini musulmonlar ushlaydi. Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi o'rtaq bir tinchlik shakllantirish uchun hammanglar bir jamiyatdagi musulmon bo'linglar dedi. Hergizmi bazı kişiler tushunib olganda Sura Maidaning 105-oyatidagi la yadurrukum man dalla idha tadaytum. Siz to'g'ri yo'lda mangsanglar, xato yo'lda manganlar sizga ziyon solmaydi degan oyatni xato tushunib olganda tushuncha kelib qolmasin.
Bu ayette deyilgeni nima desa? Biz bu ayetni deganimizda Allohning buyrug'i hammanglar o'rtaq tinchlikqa, islomga kiringlar. Ya'ni shu vaqtda sizlar tinch bo'lasizlar degan ma'noda oyatni dedi. Bu nuqtadan men musulmon bo'lib boshqa zarar solmagandan keyin boshqaning musulmon bo'lmay qilib menga zarar solmaslik uchun mening ustimga bir yuk tushadi. Har bir musulmonning ustiga bir yuk tushadi. U o'simi boshqalarni bu dinga chaqirish vazifasi, da'vat qilish vazifasi. Biz har odamni bu silmaga, bu tinchlikqa chaqirish vazifamiz bor. Mushu chaqirish vazifasini ada qilib boshqalarni bu dinga chaqirib, bu yo'lga, bu tinchlikqa chaqirib qo'ygandan keyin agar bu yo'lni tanlamay uzun yo'lda mangsa, andan keyin bayatni o'qigan, boshqalar xato tushunib olgandek la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum degan oyatning mazmuni shu vaqtda tatbiq bo'ladi. Ya'ni iymon etmaganlarning aytmagan iymonini sizga sanmaydi. Doğmagan vaqtda men musulmon bo'ldim, boshqalar nima chaqirdim deb mangsa, men musulmon bo'lib boshqalar ziyon solmagan bilan boshqalar musulmon bo'lmay, menga uning zarari keladi. Ularda ne qimmat qarash olmaydi musulmon bo'lganlarda. İzzet, obro'y, mahramiyat qimmat qarash olmaydi. Iqtisodiy qimmat qarash olmaydi, yana bir qimmat qarash olmaydi. Bu nuqtalarda men amin olmayman. Shunga biz tinchlik qilish uchun bir jamiyatning a'zolarining hammasi o'rtaq bir nuqtaga, bir islomga, bir tinchlikqa kelishimiz kerak. Shu oyatda kaffa o'rtaq deganning ma'nosi bu. Masalan, buning bir isboti, buning bir kundalik bizning ibodatlarimizda aks etadigan bir tarafi. Biz Surah Fatihani her namazlarımızda okugan vaqtimizda Surah Fatihada ko'plik iborasi qo'llanilgan. Masalan, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Biz sana ibodat qilamiz, sendan yordam talab qilamiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlasizlar deb biz degan iboratni ishlatishimizning sababi buki, men to'g'ri yo'lga kirgan bilan yana birisi to'g'ri yo'lga kirmasa, uning tufaylidan menga zarar keladi. Cho'qim mening zarardan saqlanishim uchun, tinch yashashim uchun, sog'lom qilishim, salomat qilishim uchun men musulmon bo'lgandan boshqa atrofimdagilarga musulmon bo'lish kerak. Men to'g'ri yo'lda mangandan boshqa atrofimdagilarga qanday bo'lishi to'g'ri yo'l. Mushu vaqtida ondan keyin bugungi oyatimiz udkhulu fis-silmi kaffa degan oyatning amaliy ma'nosi bizda aks etgan bo'ladi. Umumyüzlük bu yo'lga kirgandan keyin umumyüzlük holatda silmiq erishimizga tinchlik shu vaqtda erishimiz. Shu vaqtda hammalar birisi-birimizga nisbatan mos shaklda yashaymiz, atrofimizdagilar biz bilan moslashib yashagan bo'ladi. Hayotga moslashimiz, tinchlik, qalb huzuri, hayot huzuri shu vaqtda shakllanadi. Bu bir ma'no, oyatdan chiqadigan bir ma'no. Yana bir ma'no, ya'ni islomga umumyüzlük kirilganning ma'nosi sizlar islomning ahkomlarini elishda ba'sini elib, ba'sini olmaydigan maholat islomga kirmanglar degandek bir ma'noni o'ziga. Bu ma'noda haqida azroq bayatni darsimizning 5 tarafida azroq tilga olgan bo'ldik. Ya'ni sen hayotingni qurmoqchi bo'lsang, islomning umumiy prinsiplariga asosan qur. Payg'ambar alayhisalom bayon qilib, islomning asosi 5 dedi. Hammanglar bilasizlar buni. La ilahe illallah, namaz, zakat, roza, hac. İslamni bir imoratga o'xshatsak, bu imoratning asosiy tayinadigan turiki 5 oldu. Endi injenerlarimizdan so'rab baqsak, bir binoning loyihalanishi 5 turuklik qilib loyihalanib bo'lgandan keyin bu 5 turukdan birisi yoki ikkisi yo'qolib ketsa, bino mavjud bo'lib turadimi? Tabiiy turmaydi. Agar bino aslidan bir turuklik loyihalangan bo'lsa, tamam, bir turuk bilan bitadi. İki turuklik loyihalangan bo'lsa, ikki turuklik bilan bitadi. Agar loyiha shunday bo'lsa, 3 turuklik qilib loyihalangan bo'lsa, tamam, bino tura oladi. Ammo loyihalanishda 5 turuklik, ammo kin uning bir ikki turuki qo'yilmasa, binoni uritirish asla mumkin emas. Aynı şekilde islom 5 turuklik qilib qurilgan bir yo'l. Islomningki bütün qurilishları 5 turuk ustiga qurilish uchun loyihalangan umumiy prinsiplarda. Agar bu prinsiplardan birisi shunda alam yo'q etilib, qolgan 4 turuk bütün yükni ustiga oldiga qo'yib qolsa, ma bino o'ri turolmaydi. Ya'ni oyatda da'vatqani shuki, islom ashta asosiy turuklardan 5 turuk ustiga qurilgan.
Sen İslam'a kirmekçi olsan, şu İslam'ın bütün asaslarının hemmini, 5 türük temsil etken bütün asaslarının hemmini elişin gerek. Bäsini elip, bäsini almasan, del İslam dünyasında bugünkü yüz berwatkan zararlarının sebepsiz sen bulursa. Eminat İslam'ın bugünkü İslam dünyası payda bolatkan meselenin hemmisi şu. Asıl İslam 3 türü, yani mesela 3 türlük bir bınağa oxşup 3 türlükle laylangan bolsa, şu boyunca etmeniz normal mı? Ama İslam'ın laylanışı 5 türlük asaslı laylandı. 5 asas üstüde laylandı. Kaçan? Bula aynı şekilde uygulanmagan takdirde. İslam'ın bazı ahkamlarını elip, bazı ahkamlarını almagan takdirde mesele işleri çıkıyor. Allah subhanahu wa ta'ala del muş noktada turup şunu davatıdı. Udhulu fis-silmi kaffe. İslam'a girdin mi? Müslüman buldun mu? İslam ahkamlarının hemmini uygulla. Bir hükümni elip, yeni bir hükümni qap qo'ydigan ishlarni qilma. Aynı şekildeki bugünkü İslam dünyasında ben Müslüman deydigan, özde Müslüman şekilde ortaya çıkadigan, ama Müslüman buyurulgan ishlarni qilmayotgan meselelerning ifodasi şu. Mesela İslam devletleri deb atalgan devletlerdeki hakimlarning ahvoliga qarasak, mesela Kur'an-ı Kerim'de itaat, idare meselesinde atiullaha ve atiur rasul ve ulul emri minkum dese, bu ulul emri minkum. Üzerinin arasındaki iş ilgileri, emir, hakimlarga boysun ol degan yana aladı ve şuradaki atiullah ve atiur rasul qiladi. Bu bir misal. Nimde üzüge itaat qiladigan yani tutadi, Allah'ın Rasul itaat qiladigan yani tutmaydı. Bu del İslam'daki prensiplerden ba'sini elib, ba'sini qana qilmagan ammagan ahvalının neticesini biz bugün İslam dünyasında bunun hapılıqını qana qıvatımız yaşayatımız. Demek ayet bizge şunu deydi ki, ey mümin, bu ayet bugünkü ayetimiz. Sen tinç, sağlam yaşa. Tokunuşma. Üzen olan tokunuşma, etrafındaki olan tokunuşma, bunun için hareket kıl davadı. Yani silmıqı kirinla, her Müslüman kitapı bu. Umumi yüzlük kirinla. Tilin kalbinle bir olsun, tokunuşmusun. Tili mümin, kalbi kafir olmusun. Ruhin olan tokunuşmusun ki, içki tuygulurun birisi mas kelmeydigan tokunuş halda yaşama. Sen üçün hizmetini qilishini yaratilgan kainat, etrafdaki dünyadaki bütün, meyli asman, meyli zemin, meyli etrafdaki hayvan, meyli ösümlük, bularning hammasi bilan mas şekildeki yaşa. Çünkü bular senin hizmetin üçün. Sana hizmet qilish üçün ma'lum prinsip şekilde yaratilgan. Sen şu prinsipni uygulab maqsan, bularning san qilgan hizmetini qulaylıqlashtirgan bo'lsa, sen ayrılıp çıkmamadın. Dünya prensibinden ayrılmasın. Vakitle mas şekilde ol. Vakitlerin hemmesi senin hayatınga mas şekilde yaratılgan. Orullarının hemmesi senin hayatınga mas şekilde yaratılgan. Mesela bir misal alsak, Peygamber aleyhissalatu vesselam Şaban ayda köp roz tutatdı. Sahabeler bu haqda so'rgan vaqtida Şaban ayini ko'pincha kishilar sal qaraydi. Çünkü Şaban ayı Recep ayı bilan Ramazan ayının o'tirdi. Ramazanda ro'zsizdi, Recepmi ulug' ay, uningda ro'zsizdi, Şaban ayini qilib. Demak, ma bir hadis Rasulullahning vaqtning o'tirdagi tangshashlarni alayda ahamiyat beradiganligining nimasi ifodasi. Ya'ni bir to'ldirish, vaqt to'ldirish masalasi. Bu bir misol. O'rinlarmi shu, demak, inson Allah subhanahu va taoloning ahkomlarini to'liq uyg'ulagan vaqtida atrofidagi vaqtga mos yaşayalaydı, urullarga mos shaklda yaşayalaydı, o'ziga urullashgan prinsiplarga mos shaklda yaşayalaydı. Umumiy zaminning hayotning davom etishi uchun belgilangan prinsipga mos shaklda yaşayalaydı, masal chiqmaydi. Ya'ni ruhi, qalbi huzur shaklda yashaydi. Buning taraflari intayin ko'p. Men qisqa shaklda ifodalayotiman,
Ailesidagi aile huzuri, do'stlar ara huzuri, insonlar bilan bo'lgan huzuri, xizmat arasidagi huzuridan tortib, hammasi o'tirga, ya'ni aminlikda o'tirga chiqib aminlashadigan. Endi oyatning oxirisida va la tattabi'u xutuvat shayton innahu lakum aduwwun mubin. Sizlar shaytonning yo'llariga, qadamlariga ergashmanglar, bu sizlarga oshkora dushman. Mayli, aniq masala aniq bu yerda. Ortiq degidek gapmi yo'q. Nimaga ergashmaymiz? Chunki kendilamba oshkora dushman. Chunki shaytonning dushmani oldin ala, keyin bunda bir o'tirimiz, ya oldin ala bizga bildirilgan bir ifoda bu. Bildirilgan bir uqum bu. Şeytan özünün bu mevqasini Adem Aleyhisselam'dan altılam ifadalab qo'ygan. Allah'ның izzetini tutup durup, qasam qilib turib, men bütün insanның hammini qanday qilib aldırman degan. Allah subhanahu wa taala bu gapni bizga oldin ala deb bergan Qur'onda. Nima uchun deb berdi buni? Bizni ideya jihatdan tayyorlab qo'ysin, imonut kuchini oshirib olsin. Tuyuqsiz gap qolsa, bexabar qolmasin, tuyuqsiz qolib qolmasin deganlik uchun bizga oldin ala deb bo'ldi buni. Ya'ni biz hamma bilan bilamiz biz shaytonning bizga dushman ekanligini. Shayton bilan Adem Aleyhisselam'dan qissasini o'tirib oldimizga qo'ydi. Bu qissa oddiy qissa emas, bir jarayon bor bu qissada. Tuyuqsiz to'saq kasal gap qolsa, balki eg'ir keladi bizga, balki tayyorlik so'g'achqa nurg'un ishlarning oldini olamiz. Ammo oldin ala palani vaqtda mundaroq bir zukam taqaydi desa, har holda biz shu zukamning oldini olib, ba'zi dorini hazırlashimiz mumkin, ba'zi bir oldini olish dorilarini ishlatishimiz mumkin. Masalan, Allah subhanahu wa taala bizga bu qadar deb berdi, ya'ni shayton sizlarga dushman keladi, sizlarni ozdiradi. Shayton Allohning izzati bilan qasam qilib, insonni ozdirman deb qasam qildi. Tamam. O madam shayton bilan bizning o'tirimizda qadimgi bir adovat bo'lgan ekan. Allah subhanahu wa taala buni bizga deb bergan ekan, biz buning har doim ideya jihatdan tayyorlik bilan tutishimiz kerak. Shayton kelgan vaqtda tuyuqsiz qilib uning oldida mag'lub bo'lmasligimiz kerak. Allah bu orqali bizni alat davom zihniyatimizda shayton uqumini, shaytonning bizga davom hujum qildiganligini, davom bizga tuyuqsiz o'rinlardan kelish ehtimolini borligini eslatib, bizning zihnimizda qolsin deyotdi Qur'on. Qur'oni Karimdagi shayton ifodasi jillarning ichidagi Allohga asi o'g'onlari degan shaklda tasvirlanadi. Ba'zi vaqtlarda insonlarning ichidagi dindan chiqqan, boshqalarning bu dindan chiqishni istaydigan kishilar shaklda tasvirlaydi. Demak, biz mush nuqtalar aniq ideyimizda aniq bo'lish kerak. Shayton hukmi jinning yo'ldan chiqqanlarmi bizni ozdiradi. İnsanның yoldan çıqqanlarımı, üzülen o'xshash yo'lda mangdumoqchi bo'lganlarimi bizni azdırdı. Yani insan ve cindan bo'lgan şeytanlar. Yani biz bu nuqtani ayirib olishimiz kerak. Bu orqali shaytonni bu qadar bizga tasvirlashda mana bir nuqtani alohida farq etish olishimizga yordam bo'ladi buni ta'kidlash mumkin. İnsanın ba'zida qalb vasvasasi bo'ladi. İnsanning o'zininki. Shaytonning vasvasasi bo'ladi. Qalb vasvasasi bilan shaytonning vasvasasining farqi nima desa, qalb vasvasasi insonning o'zining bir havas, qiziqish, hirsmanliklari bo'ladi insonning. Ma'lum shaklda. Masalan, ba'zi kishilar mol dunyoga amroq. Shuncha ko'p topsimi amroq. Bu ustidan qalbi buni vasvasa qilib ba'zi noto'g'ri ishlarni qilg'ili soladi. Bu qalbining vasvasasi. Chunki u o'zining amroq nuqtasidan keldi. Başqa yoqqa o'tmaydi bu. Ma inson pul, mol dunyodan boshqa hech nimaga qiziqmaydi. Bo'ldi bas. Ba'zi insonlar ayollar qiziqadi. Mushu qalbining vasvasasining keyniga kirib, noto'g'ri ishlarni qiladi, yo'ldan chiqadi. Bu qalb vasvasasi. Ammo shaytonning vasvasasi-chi? Shaytonning vasvasasi ma'lum bir doiraga xos emas. Sana mayadan keladi, ozdiradi, ozdiranmasa buni qo'yib yana bir yerdan keladi. Mol dunyodan keladi shayton. Bununla sen eğer qiziqmay, bununla azmısan, Allah seni saqlagan bolsa, ayollar noqtasidan keladi. Bununla azmagan bolsan, nam, şöhret, riya ma noqtasidan keladi. Bu yerdan azmısan, takabburlik noqtasidan keladi. Shaytonning faqat vasitasi yo'q.
Çünkü bunu farklandırırken kalbinin vesvesesi bilen şeytanın vesvesesinin farkı var. Kalp insan özü kızıqqan, intiladigan bir tarafdan keladi, xalas. Ama şeytan her tarafdan keladi. Bu vasitani ishlatadi. Öz istab o'tmay qolib qolsa yana bir vasitaga o'yitadi. Yana bir vasitaga o'yitadi. Mao şeytanın vasvesi. Şuna şeytandan alohida askartib deydi: "Ve la tattabi'u khutuvat şeytan innehu lekum aduwwun mubin." Endi şeytanın bizga bo'lgan düşmanligidan mu oshkor düşmanlik yo'q. Şeytanın Adem alayhisalomga bütün qilganlarining hammasi bizga qanday qiliniqliq bayon qilinaqliq Qur'oni Karimda. La uwiyannahum ajma'in deb qasam turib qana qildi. Şeytan bizga tahdid soldi. Bu kadar tahdidlardan keyin yüz bergan bu kadar hodisalardan keyin endi yana bizningki shaytonning keyniga kirishimiz bizning naqadar shaqiyligimizning isbotidir. Alloh hammalarni shaytonlarning keyniga kirishdan saqlasin, vasvasalarning keyniga kirib ketishdan saqlasin, dinga umumyuzlik hammalar bütün ahkamlardan qo'shilib bir bütün Allah irada qilgan shaklda dinga kirishga nasib qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.